Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda temir xori firma, ya'ni tom yopish haqida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, akalarimiz chiroyli qilishib, konteynerda profillardan shunaqangi xori firmalar to'qishib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda olib borib ustanovkalarni qilib berishyapti. Hozir usta akamizdan 1 metr qanchadan bo'lyapti? Hammasining narxini to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaga, yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'sh, qo'llarni dard ko'rmasin. Keyingi zakazam xudo xolasa mana yuklanyapti-kan aka. Aha, xudo xolasa. Bu qayerga ketyapti aka bu zakazimiz? Bunimiz Qo'qonga ketyapti aka. Qo'qonga? Hozir bu necha metrlik aka bu общий uzunligi? 25,5 metr ancha. 25,5 metr bir skatmi? Bu yo'q, joyiga borib ulanadi. Ikki skat bo'ladi. Ulanadi, ya'ni 51 metr bo'ladi joyiga bo'ladi. 1 metrlik navesda o'rtasida stoykasi bo'ladi. Xo'sh, bunimizning profillari qanaqangi profildan to'qib berilgan aka? Bunimiz profil aka 5 ga 10 profil. Shu konteynerda o'zidan chiqadigan 5 ga 10 profil. Qalinligi 3,7 mm aka. 3,7 mm qalinlikda ekan. Ya'ni konteynerda eshik bozidan akalarimiz to'qib berishdi, Qo'qonga ketyapti ekan mana. Qalinligini ko'rsatib qo'yamiz. Xuddi shunaqangi qalin materiallardan qilib berishyapti ekan. Aka, buni olib borib o'zingizlar ustanovka ham qilib berasizlarmi? Ustanovkalarni qilib beramiz, ha. Ha, kelishilgan narxlarda. Tushunarli. Aka, bularimiz metrini qanchadan tayyorlab berasiz? Bularimiz aka ichi tashi shu 5 ga 10 profildan bo'lgan. Ularimiz 1 metr 240 ming so'mdan. 240 so'mdan 1 metrini mana tayyorlashib, ustanovka dastavkasi alohida bo'ladi, aka. Ha, ustanovka dastavkasi kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda bo'ladi. Mana bunimiz-chi, usta aka? Bunimiz stoyka. 35 ga 35, 40 ga 40 zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Profilni qalinligi. Profili 12 ga 4 shivellar, stenasi shu 4 mm. Narxi. Narxi 1 metr 250 ming so'm. 1 metr 250 ming so'm, asosan o'shalik baland stoykalarga, mana shularga qo'yiladi. Shularni tayyor qo'yiladi stoykasi. Tushunarli. Xo'sh, xorlar ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana shu xorimiz necha metr общий uzunligi? Bu xorimiz 14-15 metr atrofida bu. 15 metrga mana bemalol turibdi. Tevasida shifer profinastil bo'lsa bemalol ko'taraveradi aka. Behijob. Xo'sh, xorlarimiz eng arzoni qanchadan boshlanadi aka? Xorimizlar eng arzoni 160 ming so'mdan boshlanadi. Qarabdan 140 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzoni 140 ming so'mdan, 200 220 ming so'mdir. U jo'li, balki xorlarimiz 220 ming so'mdir. 220 ming so'm. Ya'ni uni kashahlari 2 kashah bo'ladi, aka. Shu ustalar ham yaman chirroqlarda shuncha video olib turganimizda. Xo'sh, usta aka, mana bularimiz-chi? Bularimiz aka 6 ga 4 profil. Uzunligi 17 metr. İçi taşı 17 metr. 17 metr. İçi taşı 6 ga 4 profildan bo'lgan. Qalinligi shu 2 plus. 2 plus, Bunimiz 1 metr 140 ming so'mdan chiqadi. 140 ming so'mdan 1 metr, usta aka. Xo'sh, bu ichi ham tashi ham zavodskiy kraska bo'ladi, aka. Zavodskiy kraskasi bor o'zini. Zavodskiy kraska bo'ladi. Buni o'sha 16 metrgacha qo'ysa bo'laveradi, shunday emas aka? Xudo xolasa turaveradi aka. 16 metrgacha mana akalarimiz to'qib berishyapti ekan. 100 qancha dedik? 140 ming so'm. 140 ming so'mdan mana zakazlarni ko'ryapsizlar. Xo'sh, usta aka, bularimiz hammasi qayerda zakazi bularimiz? Bularimiz aka Farg'onaga ketadi bittasi. Narigisi o'zimiz nimaga ketadi? Mana bunimizchi? Bunimiz 4 ga 4 aka. Necha metrgacha qo'yish mumkin? 4 ga 4da shu 10-12 metrgadir qo'yaverasiz, behisob. 12 metrgacha qo'ysa bo'ladi. 1 metrning narxi. Buni 1 metr 115 ming so'm. 115 ming so'mdan 4 ga 4. Ya'ni 12 metrgacha bezustun qo'ysa bo'laveradi. Mana bunimiz aka ikkala chekkasi eshikboz, o'rtasi lagerlik varianti ekan. Bunimizni necha metrgacha qo'yish mumkin? Bunimiz aka 20-25 metrga da qo'ysa bo'laveradi. 20-25. Ya'ni chido kashahlari to'rlik, mana bular o'sha 3.6, 3.7 shuna atrofida bo'ladi. Bunimizni narxini qancha qilib beramiz? Bunimizni narxini aka 220 ming so'm qilib beramiz. 220 ming so'mdan 1 metrining narxi. Tushunayapsiz aka? Xudo xolasa mana chiroyli qilib zakaz bersa, masalan, mana shu xoridan, firmadan 20 ta zakaz bersa, necha kunda tayyorlab berasiz? 20 ta zakaz bersa, 10 kun yo 12 kunda tayyor bo'ladi. 10 kun, 12 kunda, Endi ustaga masalan, firmaga alohida pul to'ladi, Shunda profinastilni olib berdi. Sizlar olib borib ustanovka qilib berishdan qancha bo'ladi usta haqisi? Ustanovkasi aka shu 35 ming 40 ming so'mdan boshlanadi kvadrati. Stiklovat falga yozishiga, yozmasiga qarab, narxi kelishilgan holatda bo'laveradi. Ya'ni hamma yo'q uyda egasi olib beradi, sizlar faqat olib borib, chiroyli ustanovka qilib berasizlar. 35 ming so'mdan boshlanib, bu yoq qanchagacha bo'lishi mumkin? 35 ming so'mdan 50 mingga do'q ketaveradi ekan. 50 minggacha. Ya'ni 50 mingliklari xonadonlarda, tomlarda, qaralik. Uylarda tomi, ekoboshi, konvert bo'lishi mumkin. Stiklavatda falga yozilishi mumkin. Bo'lgani uchun ko'proq vaqt ketadi. Shuni hisobiga akalarimiz o'sha aytganimizni 50 ming so'mgacha olib berishyapti. Ya'ni bu xorilarimiz mana bular ekan.
6 ga 6, qalinligi 3.8, mana bular 4 mm, asosan xonadonlarga olishadi aka. Bularimiz metricha. Bularimiz aka eng arzoni 160 ming so'mdan boshlanadi, u yog'i 220 ming so'mgadir. Ha, 160 mingdan 220 ming so'mgacha har xil variantlari bor. Ya'ni stigi bor, stigi yo'q, shunaqa qarab turib. Ichida material do'yno ketaydigani bor, qush xorisi bor. Tushunarli. O'shasiga qarab tayyorlab berilaveradi. Ustakalarimiz keyingi zakazlari, ustaka bu qanaqangi materialdan qilingan? Bunimiz aka 4 ga 5 profil, qalinligi o'sha 2 plus. Aha. Bunimizni 1 metr narxi 130 ming so'm chiqadi. 130 ming so'm necha metrgacha qo'yish mumkin ustaka? Buni aka 14-15 metrgadir, xudo xolasa qo'yganmiz, turibdi. 14-15 metrgacha shifer profinansda ko'taraveradi ustaka. Shundaymi? Aha. Tushunarli, mana zakazlar ko'ryapsizlar. Ya'ni 4 ga 5 o'sha bitta tomonda chaki bo'ladi, qalinligi o'sha 2 plus materialdan qilib berishyapti. Ya'ni joyiga qarab turib material ishlatasizlar. Shunaqa. Masalan, 12 metrgacha bo'lsa 4 ga 4, 1 metr 115 ming so'm. 14-15 metrgacha bo'lsa mana shu materialimizdan 5 ga 4, 5 ga 4, ha, shunaqa. 1 metr 130 ming so'm. Agarda 16 metrgacha bo'ladigan bo'lsa 6 ga 4, 1 metr qancha dedik? 140 ming so'm. 140 ming so'm. Agarda 20 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, 20 metrga dur bo'ladigan bo'lsa, 220 ming so'mligi bor, 190 ming so'mligi bor. 190 ming so'mlik qanaqa bo'ladi? 190 mingligi 12 ga 4 shivellar. Laga bo'ladi. Laga. Konteyner lagasi bo'lsa 190 ming so'm. Agar eshikbozdan bo'ladigan bo'lsa 220 ming so'm. 220 ming. Agar 25 metrgacha bo'lsa, unaqasi bo'lsa 220 ming so'mligi ham ko'taraveradi, 240 ming so'mligi ham ko'taraveradi. Ha, ichida kashaga qarab turib narxi. Ha, ichida kashagini dovoyna qo'yib ber desa, shunga qarab o'zgaraveradi. Agarda joy 25 metrdan oshiqroq, 30-35 metr bo'lsa-chi? Unaqa bo'lsa, joyiga qarab 370 ming so'mgadir ketaveradi. Ya'ni tepasida firmamiz bo'ladi, qalin 4 mm dan qilingan, tagida xor qo'yib yuborasizlar. Dovoyna bo'lib ketadi, o'shanda 370 ming so'mdan 1 metrni akalarimiz chiroyli qilishib, tayyorlashib berishaveradi. Aytgancha, temir xorini xohlasangiz 6 ga 6 dan qilib berish mumkin, xohlasangiz mana bundaqangi eshikbozdan ham tayyorlab berilaveradi. Aka, qaysi biri baquvvat chiqadi? 5 ga 10, mana bunisi baquvvat chiqadi. Mana shunisi baquvvat chiqadi. Tushunarli. Bunimizni metri qanchadan qilib berasiz? 170 ming so'm qilib beramiz aka. 1 metr 170 ming so'mdan boshlanib, agarda X bo'ladigan bo'lsa, mana bunga o'xshab aka. Aha, 220 ming so'mga doğru ketaveradi. 220 ming so'm bo'ladi aka. 220 ming so'm bo'ladi, zato yana ham baquvvat bo'ladi. Ya'ni mana bunaqangi X9 220 ming so'm, mana bunga o'xshab o'sha bitta tomonlama bo'ladigan bo'lsa, 170 ming. 70 ming so'mdan. Xolasa to'sin qo'yadigan qilib tayyorlab beraverasizlar. To'sin keladigan joylarni ochib beramiz xolasa. Tushunarli. Ya'ni klient xohishiga qarab turib akalarimiz tayyorlab berishaveradi. Ichida kashaklari nechida deganlarga mana bunaqangi 4 plus bo'ladi. Shundaymi aka? Aha, shunaqa. 4 mm plus ag'da-bag'da bo'ladi ekan. Xo'sh, keyingi zakazimizni ko'rsatak, mol firmaga tayyorlab turdik-ku. Ha, o'shani. Aka, bunimiz qayerga ketyapti bu? Bunimiz aka Rishtonga. Rishtonga, mol firmaga, shundaymi? Necha metr bunimiz uzunligi? 14 metr. 14 metr. Qanaqangi profilda ishlatilgan? Bu tag tevasi 6 ga 4, ichi 4 ga 4. 4 ga 4. Qalinligi? 2 plus. 2, ya'ni ichi dog'lari, ya'ni 1.8, ikkala chekkasi 2 plus, usta aka. Xuddi shunday. Tushunarli. Buni olib borib ustunovka ham qilib beraverasizlar, kelishilgan narxlarda. Ya'ni mol firma, qo'y firma, o'sha nima deydi? Qurmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol aloqaga chiqib olsa, ko'ryapsiz, o'zi bilan, ya'ni zavodskiy kraskasi bilan profillarni chiroyli qilib yasashni olib borib ustunovka qilib. 1 metrni ustaka narxi. Bunimizni 1 metri shapkalari o'zi bilan 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan, ha, chiroyli qilishib mana mol firma uchun firmalar to'qib berishyapti ekan. Ustakalarimizni keyingi zakazdan ko'rsatamiz. Ustaka, bunimiz o'sha konteynerda lagasidan qilinyapti, ustaka. Ha, shunaqa aka. Necha metrgacha qo'ysa bo'ladi dedingiz? Bunimizni 18 metrga da qo'yaverasiz. 18 metrgacha qo'yilaveradi. Narxini qancha qilib beramiz aka? Bunimizni narxi 190 ming so'mdan chiqadi aka. 190 ming so'mdan konteynerda lagasi, o'sha qalinligi 4 mm bo'ladi, 18-20 metrgacha qo'ysa bo'ladi. 190 ming so'mdan. Ustanovka dastavkalar kelishilgan narxlarda aka. Kelishilgan narxlarda butun O'zbekiston bo'yicha olib borib ustanovka qilib berishadi. Menimcha hamma ma'lumotni berdik. Kimda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz usta aka. Manzillari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamatteran qishlog'i, Yonginasi, Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Ekranda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bizni kanaldan chiqqanlarga chepcha kelishtirib, yo'lini qilib beramiz. Qilib berishar ekan. Like-ni bosamiz, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.